ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Biz bu savolni avvaldan bilamiz, lekin agar xohlasangiz uni yana bir marta aytishingiz mumkin. Istasangiz boshlang. Shunchaki u holda boshladik. Bibliyaga ko'ra Iso Qodir Xudoning o'zi emas. Bibliyaga ko'ra Yahova Qodir Xudo ekaniga qo'shilasizmi? Menimcha bu Bibliyada Xudo uchun ishlatiladigan ismlardan biridir, lekin yana takrorlayman. Bibliyada ismlar turlicha ma'nolarda va turli shaxslarga nisbatan ishlatilgan. Masalan, Baal ham bir joyda tilga olingan, lekin bu Xudoning ismi deb qabul qilish kerak degani emas. Yahova Qodir Xudoning ismimi? Ha. Yaxshi, Zabur 83:18 ni ochib ko'ra olasizmi? Ular bilib olsinlarki, sening isming Yahova ekanini, sen butun yer yuzida yolg'iz oliy zot ekansan. Bu yerda Lord so'zi katta harfda yozilgan, to'g'rimi? Ha. Nima uchun shunday bilasizmi? Yana aytaman, menimcha Bibliyaning asl nusxasi bosh harflarda yozilmagan. Unday emas. Ibroniycha matnda aslida nima yozilganini ajratib ko'rsatish uchun shunday qilishadi. Lord so'zi bosh harfda yozilsa nimani anglatadi? Menimcha bu Xudoga ishora. Yana ham aniqrog'i, Ibroniy tilda bu Xudoning ilohiy ismi Yahova. Demak, bu parchada ismi Yahova bo'lgan zot yolg'iz oliy Xudo ekani aytilyapti, to'g'rimi? Yahova yolg'iz ilohiy Xudo. Ha. Bu yerda shunday yozilgan. Xo'p, yaxshi. Endi Yermiyo 23:5-6 ga o'ta olamizmi? Siz Isoni Masih ekanini tushunasiz, to'g'rimi? Ha, men uning Masih ekaniga ishonaman. Yaxshi, demak, Iso aynan Masih ekanini tan olasiz. Masih esa Davud naslidan keladi. Endi Yermiyo 23:5-6 parchaga qaraylik. Mana shunday kunlar keladiki, deydi Yahova. Men Davud uchun solih bir novdani chiqaraman. U shoh bo'lib hukmronlik qiladi, donolik bilan ish tutadi va yer yuzida adolat hamda solihlikni qaror toptiradi. Demak, bu yerda Masih haqida gap ketayotganini tushunyapsiz. Muqaddas kitobning boshqa joylarida ham Masih Davud naslidan keladigan solih shoh sifatida tasvirlangan. Shuni tushunasiz, to'g'rimi? Xo'p, unda bu yerda bir narsani tushunib olishni istayman. Demak, bu yerda Rabbi, ya'ni Yahova keladigan zotning o'zi emas, balki gapirayotgan zot ekanda. Ha, Yahova gapiryapti. Demak, u men Davud uchun solih bir novdani chiqaraman deydi. Ha, bu Masih. U shoh bo'lib hukmronlik qiladi, farovonlik bilan ish tutadi va yer yuzida hukm hamda solihlikni amalga oshiradi. Ha, to'g'ri. Kimga ishora qilyapti? Masihga, Davudning solih novdasiga. U shoh bo'ladi va yurtda hukm hamda adolatni amalga oshiradi. Bu Masih. Lekin buni o'rgangan Yahudi olimlarining fikriga ko'ra, bu yerda Iso nazarda tutilmagan. Bu Masih haqida. Yo'q. Hozir buni ahamiyati yo'q. Siz Isoni Masih deb ishonasiz. Ular esa Masih allaqachon kelganiga ishonishmaydi. Men bu yerda Yahudi bilan bahs qilmayapman. Men Isoni Masih deb tan oladigan odam bilan gaplashyapman. Yahudiylar bu parcha haqida nima deydi? Ular ham bu parcha Masih haqidagi bashorat ekanini aytishadi. Faqat ular o'z masihlari kim ekanini bilishmaydi. Shuning uchun hozir biz gaplashayotgan masala bu emas. Bu hatto Yahudiylarning fikriga ko'ra ham Masih. Tugatdingizmi? Xullas, asta-sekin xulosaga kelyapmiz. Demak, bu parcha Masih haqida. Yahova men Davud uchun solih bir novdani chiqaraman. U shoh bo'lib hukmronlik qiladi, donolik bilan ish tutadi degan. Bu yerda Masih haqida gap ketyapti. Bu aniq. Xo'p, uning kunlarida Yahudo najot topadi va Isroil xavfsiz yashaydi. Unga beriladigan ism esa shunday bo'ladi: Robbi bizning solihligimiz. Bosh harfda yozilganmi? Ha, bosh harfda. Robbi so'zi bosh harfda yozilganmi? Solihligimiz ham bosh harfda, lekin nega unday bilmayman. Ha, chunki bu yerda aynan o'sha shaxsga berilgan ism Yahova. Shunday holat boshqa joylarda uchramaydi, chunki Zabur 83:18-parchada Yahova yolg'iz oliy zot ekani aytilgan. Bu yerda esa Masih oliy zot deb atalmoqda. Siz Isoning Masih ekanini bilasiz. Demak, Bibliyada juda aniq qilib Iso oliy zot ekani aytilgan. Xo'p, yaxshi, tugatdingizmi? Avvalo, mening Masih haqidagi e'tiqodim shuki, u Xudo emas. Agar mendan nimaga ishonishimni so'rayotgan bo'lsangiz, biroz to'xtab turing. Chunki siz qayta-qayta siz bunga ishonasizmi deb so'radingiz. Shuning uchun men shunchaki o'z e'tiqodimni tushuntiryapman. Mening e'tiqodim bu parchaga asoslanmagan, u Qur'onga asoslangan. Qur'onda Iso Masih ekani aytiladi, lekin u Allohning bandasi, u Xudoning o'zi emas. Ikkinchidan, bu yerda Masih haqida Yahudo najot topadi va Isroil xavfsiz yashaydi deb aytilgan. Men bilishimcha, bu Isoning hayoti davomida sodir bo'lmagan. Buni nasroniy yoki
balki yahudiy olimlari ham tasdiqlaydi. Shuning uchun bu matnlarni o'rgangan yahudiy olimlari Iso bu bashoratdagi Masihga mos kelmaydi deb aytishgan. Uchinchidan, siz Lord so'zi bosh harflarda yozilganini ta'kidladingiz, lekin bizning solihligimiz degan ibora ham to'liq bosh harflarda yozilgan. Bu ikkalasi birgalikda Robbiy bizning solihligimiz degan nomni anglatadi. Bu yerda eng qizig'i shuki, agar siz bu Masihni Xudo deb, u Xudo tomonidan yuborilgan deb ishonsangiz, unda o'zingizning e'tiqodingizga ko'ra ham ikkita Xudo bo'lib qoladi. Ya'ni siz ikkita Xudoni tan olgan bo'lib qolasiz. Savolni yana bir marta qaytarib yuboring. Albatta. Bibliyaga ko'ra Iso qodir Xudoning o'zi emas. Xo'p, demak, Bibliyada Yahova yolg'iz oliy Xudo ekani aytilgan va bu yerda gap ketayotgan Masih Yahova deb ko'rsatilgan ekan, unda Bibliyaga ko'ra Masih oliy Xudo bo'lib chiqadi. To'g'rimi? Sizga savolni yana bir marta o'qib beraman. Ha yoki yo'q? Biroz kuting, gapimni tugatay. Qaytarganingiz bilan baribir gapni o'zgarmaydi. Bering deb so'radingiz. Savolni qaytarib yuboring. Savolni qaytarib yuboring. Mavzudan chiqib ketyapsiz. Men mavzudan chiqmadim. Mavzudan chiqib ketyapsiz. Mavzudan chiqmadim. Qur'onga o'tamizmi yoki shu matnni chuqurroq tushunib olishga harakat qilamizmi? Menimcha sizlar shuni kelishib olishingiz kerak. Iso Bibliyaga ko'ra qodir Xudoning o'zi emas. Bu parchada Isoning so'zlari haqida ham bu shaxsning aynan Iso ekanligi haqida ham hech qanday gap yo'q. Shuning uchun bu yerda Masih haqida aytilgan gaplarni Isoga tegishli deb qabul qilayotganingiz bu sizning e'tiqodingiz. Bu parchaning o'zida esa Masihning Iso ekani aytilmagan. Iso Masihmi? Men buni tushuntirdim sizga. Ha, aslida keling. Luqo 24:44-parchaga qaraylik. Siz bilasiz, Masih so'zining yunonchasida Xristos deyiladi. Demak, agar Iso o'zini Xristos deb ataganini va bu yerda Masih haqidagi bashorat haqida gap ketayotganini ko'rsak, Iso o'zini Masih deb tan olganini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun Luqo kitobining 24-bobiga o'taylik. Iso ularga dedi: "Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda sizlarga aytgan so'zlarim shular edi. Musoning Tavrotida, payg'ambarlar kitoblarida va Zaburda men haqimda yozilgan barcha narsalar amalga oshishi kerak." 46-parchagacha davom eting. Shunda u ularning muqaddas yozuvlarni tushunishlari uchun aql idroklarini ochdi. So'ng ularga dedi: "Shunday yozilgan: Masih azob chekishi va 3-kuni o'liklardan tirilishi kerak edi. Shuningdek, Quddusdan boshlab barcha xalqlarga uning nomi bilan tavba qilish va gunohlarning kechirilishi va'z qilinishi kerak. Sizlar esa bunga guvohsizlar." Shu yerda to'xtang. Siz endigina boshladingiz. Tabriklayman. Siz hozirgina Injilni va'z qilishni boshladingiz. Bu juda chiroyli. Ko'ryapsizmi? Bu yerda Iso o'zini Masih, ya'ni Xristos ekanini aniq aytayapti, to'g'rimi? Bu Masih degani to'g'rimi? Men sizga gapirishga imkon beryapman. U o'zini Masih, ya'ni Xristos deb atayapti, to'g'rimi? Ha, bu yerda o'zini Masih deb da'vo qilganiga qo'shilaman. Yeremiya 23 bobida esa bu Masih haqidagi bashorat. Demak, Iso o'zini Masih deb tanityapti. Yeremiya 23 bobda Masihning ismi Yahova deb aytilganmi? Ha yoki yo'q deb javob bering, iltimos. Ha yoki yo'q. Bu yerda yunoncha matnni ko'rmayapman, lekin Robbiy deb yozilganini ko'ryapman. Ha. Xohlasangiz ibroniycha matnni ochib ko'rsatishim mumkin. Ha, iltimos. Lekin savolim bor. Lekin avval meni savolimga javob bering. Demak, Yeremiyadagi bu fikrni tan olasiz, shundaymi? Xo'p, yaxshi. Unda masala hal bo'ldi. Yo'q, hal bo'lgani yo'q. Nega endi hal bo'ldi? Davom etamiz. Keyingisi kim? Hozir qochmoqchi bo'lyapsiz, juda tez ekan. Ha, hali vaqtimiz bor, to'g'rimi? Gaplashishimiz mumkin. Agar u xohlasa va menimcha u bu masalaga javob qaytarishni xohlaydi. Avvalambor, o'zining bergan javobga o'zi e'tiroz bildiryapti. Qochmoqchi bo'lyapsan. Qochaver, birodar, muammo yo'q, marhamat. Demak, u shoh bo'lib hukmronlik qiladi, farovonlik bilan ish tutadi, yer yuzida hukm hamda solihlikni amalga oshiradi. O'sha kunlarda Yahudo najot topadi va Isroil xavfsiz yashaydi deyilgan. Bu qachon sodir bo'lgan? Bu Isoning hayoti davomida sodir bo'lmagan. Bu yerda Masih haqida gap ketyaptimi? Aynan shunday. Iso Masih
Sizningcha bu parcha Isoga ishora qiladi, lekin bu parchadagi voqealar Iso bilan mos kelmaydi. Lekin siz buni tan oldingiz. Men faqat Isoning o'zini Masih deb da'vo qilganini tan oldim, lekin siz keltirgan parcha mos emas. Siz hozirgina Iso Yeremiya 23 bobdagi Masih ekanini tan oldingiz. Yana Yeremiya 23 bobdagi Masih Yahova ekanini ham tan oldingiz. Yahova esa yolg'iz Oliy Xudo. Hozirgina aynan shularni tan oldingiz. Demak, Bibliyaga ko'ra Iso Xudo ekani juda aniq. Aytilishi kerak bo'lgan gap shu. Menimcha shu bilan tugadi. Yaxshi harakat bo'ldi. Agar siz xohlasangiz yakuniy fikringizni aytishingiz mumkin. Siz esa buni aytib bo'ldingiz, to'g'rimi? Xo'p, iltimos xonada jimlik saqlaylik. Hali suhbat davom etyapti. Agar xohlasangiz yakuniy fikringizni aytishingiz mumkin. Marhamat, gapiring. Siz menga savol berdingiz va men unga javob berdim, lekin men sizga savol berganimda siz javob berish o'rniga qochib ketdingiz. Men siz Isoni bog'lashga urinayotgan bu parchada o'sha kunlardan Yahudo najot topadi va Isroil xavfsiz yashaydi degan aniq shart borligini aytdim. Bu esa Iso davrida sodir bo'lmagan. Men sizdan aynan shuni so'raganimda siz javob bermadingiz. Shuning uchun bu yerda nazarda tutilgan shaxs Iso ekanligi masalasi yangi ahd Isoni o'sha Masih deb ta'kidlaydimi yoki yo'qmi? Bundan butunlay boshqa masala. Xulosa shuki, bu bashorat Iso bilan mos kelmaydi. Siz bunga javob bermadingiz.